Namangan davlat universiteti mezbonligida G'urumsaroy an'anaviy kulolchilik maktabi qadimiy an'analarni qayta tiklash va badiiy kulolchilik ta'lim yo'nalishida yuqori malakali kadrlar tayyorlash istiqbollari mavzusida xalqaro ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Ushbu ilmiy forum san'at ta'limi, amaliy san'at va madaniy meros sohalarida faoliyat yuritayotgan yetakchi mahalliy va xorijiy mutaxassislarni bir davrada jamladi. Anjumanning asosiy maqsadi O'zbekistondagi an'anaviy amaliy va tasviriy san'at maktablarini saqlab qolish, ularni zamonaviy ta'lim tizimi bilan uyg'unlashtirish, san'at ta'limidagi dolzarb muammolarni aniqlash hamda xalqaro miqyosda ilg'or tajribalar bilan o'zaro almashinishdir. Shu orqali milliy madaniyatimizning muhim tarmoqlaridan biri badiiy kulolchilik sohasini zamonaviy pedagogika, innovatsion metodlar va ilmiy tadqiqotlar asosida rivojlantirish ko'zda tutilgan. Xalqaro anjumanda Germaniya xalqaro hamkorlik tashkiloti, O'zbekiston Respublikasi Badiiy akademiyasi, Fanlar akademiyasi San'atshunoslik instituti yetakchi olimlari, Namangan davlat universiteti va boshqa oliy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilari ilmiy ma'ruzalar bilan ishtirok etdilar. Tadbir doirasida an'anaviy va zamonaviy yondashuvlar integratsiyasi, amaliy san'atni ta'limga tatbiq etishdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari, musiqiy ta'limda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, professional san'at ta'limi tizimidagi innovatsion yondashuvlar kabi masalalar atroflicha muhokama qilindi. Anjuman nufuzini oshirgan muhim jihatlardan biri uning xalqaro ko'lamda o'tkazilganidir. Xususan, Amerika Qo'shma Shtatlari, Slovakiya, Germaniya, Rossiya, Janubiy Koreya, Turkiya va Qirg'iziston kabi davlatlarning yetakchi oliy o'quv yurtlaridan taniqli san'atshunos olimlar, professor-o'qituvchilar anjumanda o'z ma'ruzalari bilan qatnashdilar. Ulardan bir qismi tadbirda onlayn formatda ishtirok etib, raqamli texnologiyalar orqali ilmiy hamkorlikning yangi bosqichini ifodaladilar. Ushbu xalqaro ilmiy platforma shubhasiz G'urumsaroy an'anaviy kulolchilik maktabining ilmiy nazariy asoslarini chuqur o'rganish, ularning ta'lim jarayoniga integratsiyasini ta'minlash, milliy san'atimizni xalqaro miqyosda targ'ib etish yo'lida muhim qadam bo'ldi. Shu bilan birga, mazkur anjuman mintaqaviy miqyosda san'at ta'limining nufuzini oshirish, amaliy hunarmandchilikning madaniy meros sifatidagi ahamiyatini yana bir bor namoyon etdi.